Assalomu alaykum, rasmiy xabarlar olamiga xush kelibsiz. Bu yerda biz sizga eng so'nggi va eng kerakli bo'lgan va sizni qiziqtirgan barcha so'nggi yangiliklarni e'tiboringizga havola etib boramiz. Agarda kanalimizga yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'lishni, videoroliklarimiz ostida esa bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni aslo unutmang. Hozirgi kecha va kunduzda tarqalayotgan ko'kosh bilan bog'liq muammolar nima bo'ldi va nima bilan yakun topdi? Buning asl sababi nima? Barchasi haqida bizning kanalimizda kuzatib borishingiz mumkin. Millar muxbiri Dilmurod G'ofurov ko'kosh bilan suhbat olib bordi. Bu suhbat davomida Halima opa voqeasidan keyin qo'rqib qolganini, ozishi kerak ekanligini va bu narsani ular o'zi, ya'ni hozirgi klinikadagilarning o'zi unga telefon qilib qo'yishmagandan so'ng bu operatsiyaga rozi bo'lganligini ko'kosh qayta takrorlab aytib o'tgan. Halima opa voqeasidan keyin qo'rqib qolgandim. Ozishim kerak deb operatsiyaga rozi bo'ldim. Qornimdagi qora dog'ni ko'rib qo'rqib ketdim, deydi bemor bloger Ko'kosh. Menda yog' olingan, terim kesilgan, oshqozonim operatsiya bo'lgani yo'q. Ozish uchun operatsiyaga rozi bo'lmanglar, tabiiy yo'l bilan ozinglar deya Ko'kosh muxbirga so'z bergan va u bilan birgalikda ko'plab suhbatlarni olib borgan va Ko'kosh boshidan beri bo'layotgan voqealarni asl holatigacha aytib bergan. Agarda sizga shu xabarlar barchasi qiziq bo'lsa, bizning xabarlarimiz foydali bo'layotgan bo'lsa, kanalimizni kuzatib boring. Keyingi xabarlarda nima sababdan bunday holatga kelib qolganligini va bunga asl aybdor kim ekanligini sizlarga yoritib beramiz. Xayr, salomat bo'ling.